Bo'ladigan narxi 110 ming. 110 ming dollarmi? Uylar narxi hamma joyda tushganda 91 ming dollar qo'yiladi. Bo'ladigan narxiga berib yuboring. Boriga baraka 91 ming dollar qo'yamiz uyingizni. Do'dani gapini eshitdilar, bu uyimizni ikkita oila bemalol sotib olsa bo'ladi, sababi ikki tomonda uyi bor. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Pargozda joylashgan Munis ko'cha 7-hovli uyimiz sotilyapti. Katta yo'l yuziga 300 metr oralig'i. Uyimizda ichkarisiga kirganimizda ikki tomonda uyi bor. Bu tomonni ko'rib turibsizlar, pishgan g'ishtdan qurilgan 3 ta xonasi bor. Bu tomonimizda 4 ta xonasi bor. Bemalol kirib yashaladigan holatda yer hisobida sotilayotganligi sababli uyi ichkarisidan ko'rsatib o'tirmadik. Uyimizning asosiy qismi orqa tomonda hovli uy maydoni 12 sotudan iborat. Molxonasi bor, banyasi bor. Mevali daraxtlar, dodamlarning o'zlari ekkan ekan. Uyimizda kommunikatsiyadan muammo yo'q, Wi-Fi gacha bor ekan. Orqa tomonda hojatxonalari ham bor ekan. Ikkita ekan hojatxonasi. Septik qilingan. Bu videoni shunaqa uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'ying. Narxi keladigan bo'lsa, 91 ming dollar so'ralyapti. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar, yana ozgina mezir kelishtirib beradigan joy bor. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.